kadr ortida mehnat qilayotganlar bor, ularni qadriga yetishimiz kerak. Assalomu alaykum akustik kuzatuvchilari. Bugun yana bir mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni biz o'zimizda markazlarimizdan birida bo'lgan holatni tushuntirib bermoqchiman. Bu qanday holat? Ya'ni 75 yashar atrofidagi bir otaxon kelishdi. Ularda eshitishida haqiqiy muammo bor. Ular eshitish moslamasi foydalanuvchisi. Ya'ni 4-5 yildan buyon eshitish moslamasidan foydalanadi va u yangilamoqchi bo'lyapti eshitish moslamasini. Unda eshitishidagi o'sha muammolar yana ko'payishni boshlagan. Ba'zi holatlarda, shovqin joylarda, ko'pchilik bilan muloqot qilgan holatlarda tushunmaslik boshlangani uchun yangi eshitish moslamasi bilan bu muammolarni hal qilish maqsadida bizni markazimizga tashrif buyurishdi. Biz bu holatda hech qanday eshitish moslamasi bilan yordam bera olmadik. Shu holatni sizlarga tushuntirmoqchiman. Buni sababi nima bo'ldi? Qanday bu holat yuz berdi? Tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni ular, misol 75 ga kirgan odam quloqning ichidagi eshitish moslamasidan foydalanib kelgan. Qaysidir darajada oldingi eshitish moslamasi kanali yo'q. Ya'ni uni chastotli kanallar bo'yicha sozlash imkoniyati yo'q apparatdan foydalanib kelgan. Audiogrammasi bor qo'lida. Audiogrammasi bo'yicha sozlayapmiz eshitish moslamasini va u shunday taqiyapti. Biz o'zimiz testlarimiz bor, shovqin joyda, orqadan, oldidan hamma testlardan o'tyapti. Normal, misol eshitish, anglash holati juda ham yaxshi holat bu yoqdan qaraganda. Lekin u otaxon xohlayaptiki, bu apparatni ovozi menga yoqmayapti. Ya'ni subyektivniy holatda unga apparatdan kelayotgan ovoz, apparatdan kelayotgan bosim unga yoqmayapti. Endi biz unga tushuntirdik. Bu albatta shunaqa bo'ladi. Ma'lum bir apparat taqqandan keyin bunga adaptatsiya jarayoni kerak. Misol kimgadir 1 soat, kimgadir 2 soat, kimgadir 1 kun. Bu holatni tushuntirdik. Yo'q, men oldingi taqqanimda shuni taqishim bilan qulog'imga tushgan va men bundan foydalanib kelaman. Bu apparatdan menga shu holatda bo'lish kerak degan talabni qo'yishdi. Boshqa apparat tanlov berishdi. Keyin biz ikkinchi apparatni unga biz sozlab, unga qo'ygunimiz qo'ydik. Unda ham xuddi shu holat va bo'ldi. Meni ishim tugadi, senlar o'z vazifangni bajara olmading. Chunki meni qulog'imga qo'yganingda men eshitishim kerak edi. Hamma tovush tabiiy bo'lish kerak edi. Men mana o'zimdagi foydalangan apparatimda shu holat yuz bergan deb bizni markazdan ketib qolishdi. Endi bu holatni sizlarga mutaxassis sifatida tushuntirib bermoqchiman. Bu yerda biz nimadir vazifani bajara olmadik yoki u odamning injiqligi yoki kimnidir oqlab, kimnidir qoralash maqsadida emas. Buni haqiqiy holatini tushuntirib bermoqchiman. Masalan, o'zi 75 ga kirgan inson quloqning ichiga biz juda ham ko'p holatlarda tavsiya qilmaymiz. Tavsiya qilsa ham kattaroq variantda shu ventilyatsiya, quloq kanalini shamollovchi yo'lakcha bilan unda holatda juda ham kichkina chiqmaydi apparat, kattaroq variantda chiqadi va shu holatdagilarni biz tavsiya qilamiz. Va bizga misol 75, 80 ga kirgan ba'zi otaxonlar ham ko'rinmasin, juda ham kichkina eshitish moslamasi bo'lsin degan talab bilan kelishadi. Va bunaqa holatda birinchi tanlovning o'zida qiyinchilik tug'iladi. Ya'ni kichkina apparatda uni misol funksional imkoniyatlari ham quloq orqasida turadigan misol mini radio apparatlar yoki BTE apparatlar kabi to'liq funksiyalar u quloq ichidagilarda bo'lmaydi. Birinchi o'rinda mikrofonlar bittalik bo'ladi. Ikkitalik mikrofonda yana ham hajmi kattalashadi. U katta hajmligida ular xohlamaydi. Menga kichkinaroq va bo'li tabiiyroq ovoz beradigan va ko'rinmaydigan apparat bo'lsin degan talabni qo'yishadi. Bizga ham u kelgan otaxon ham xuddi mana shunday talab bilan keldi. Endi apparat taqib yurgan odamda ikkinchi apparatni qo'yishda, masalan, bitta apparatni toqdi, ikkinchi apparatni qo'yganda mana taqib yurgan-ku, uni tajribasi bor. Ikkinchi apparatni sirazi bilib, tushunib, yaxshi yomonligini bilib ketish kerak degan narsa bor. Qanday biz o'y bor deydimi? Ko'pchilik shunaqa tasavvur qiladi. Bo'ldi, masalan, biz o'zimizda mesela magnitofon eshitsak yoki televizor ko'rsak, uni ovozini eshitamiz, yaxshirog'ini eshitsak, bu yaxshiroq ekan, bunda to'liqroq, tiniqroq chiqyapti deb tanlab ketaveramiz. Bu tabiiy eshitishimizda. Eshitish moslamasini ham xuddi mana shunday tasavvur qilishadi foydalanuvchilar. Ya'ni yangi apparat keldi, yangi moslama keldi desam, buni taqadida, yo'q, meniki o'zimniki yaxshi ekan, bu bo'lmadi deb ketib qolishadi. Yoki o'zimda apparatimdan, masalan 5 yil, 10 yil taqqan, masalan 5 yil, 10 yil
oldingi eshitish moslamasini taqqanlar hozir ham menga mana shundan topib ber deb talab qo'yib turishib oladi. Men yangisi bo'lmaydi menga mana shu eski apparat ma'qul kelgan, shunda men faqat eshitaman, shunda tushunaman degan talabni qo'yishadi. Endi bu qanaqa holat? Bu asosan masalan 5 yil, 6 yil oldingi eshitish moslamalari analog apparat bo'lgan yoki masalan kanallar soni juda ham kam bo'lgan, texnologik urovni juda ham past. Misol uchun hozirgi apparatlarning misol 1/10 vazifasini u eshitish moslamalari bajargan. Endi ularga aynan miya eshitish bo'yicha o'sha apparatdan kelayotgan ma'lumotlarga moslashib, o'rganib qoladi. U ma'lumotlar to'liq bo'lmasa ham, ya'ni masalan test qilganda, tekshirganda, ko'chada, uyda yoki masalan o'zini apparati bilan mana eshityapti, toqiyapti, bizga murojaat qilyapti. Menga yangi apparat kerak, yangi apparat qo'ygandan keyin o'zinikini maqtab ketadi. Nimaga bizga tashrif buyurdingiz degan savolga ular masalan aynan shovqin joyda qiynalishini, misol oila davrasida qiynalishini yoki bozorga borganda yoki qaysidir joylarda o'zini apparati bilan qiynalayotganligini aytadi. Lekin unga aynan ana shu joylarda yordam beradigan funksiyalari bilan eshitish moslamasi taqdim qilsak, yo'q, meniki o'zimniki yaxshi ekan degan holatga qaytib qolishadi. Mana shu holat bizdagi bo'lgan jarayon ham xuddi mana shu narsa. Ya'ni o'zi muammo bilan kelyapti. Eshitish moslamasi taqqan, kuchi yetmayapti, usilini yetmayapti, tushunmayapti gapni, boshqa bo'lyapti. Keldi, apparat qo'yyapmiz, o'sha muammolar hal bo'ldi. Lekin apparatning ovozi yoqmayapti. Albatta yoqmaydi. Chunki bu eshitmagan ovozlarni eshitishni boshlaydi. Tushunmagan ovozlarni tushunishni boshlaydi. Miya hali unga tayyor emas. Masalan, faqat yangi foydalanuvchilarda emas, oldindan misol tajribali foydalanuvchilarda ham apparatdan apparatga o'tkazishda, bir apparatdan ikkinchi apparatga o'tkazish agar funksiyalari keskin farq bersa yoki ba'zi holatlarda bir brenddan ikkinchi brendga, ba'zilar misol Rossiyadan, Germaniyadan, Turkiyadan eshitish moslamalari olib keladi. Aynan u brenddagi eshitish moslamalari yo'q bizda. Bizda misol boshqa brenddagi eshitish moslamalari bor, lekin biz shu holatda ham ularning apparatini o'rganib chiqamiz. Qaysi marka, nech kanal, qancha usileniyasi bor. O'shanga yaqinroq bo'lgan eshitish masalan moslamasi modelini tavsiya qilamiz. Va bu model baribir o'zi taqqan apparat bilan birga bir darajada usileniya yoki misol aniqlik undan yaxshiroq bo'lishi mumkin yoki misol ozgina farq berishi mumkin. Ana shunaqangi holatlarga ham baribir adaptatsiya jarayoni talab qilinadi. Ya'ni kimdadir 1 kun, kimdadir 3 kun. Ba'zi odamlarda apparatdan apparatga o'tishga ham misol 5 oy, 6 oy vaqt talab qiladi. Sabablari juda ham ko'p. Chunki masalan birinchi apparatni olgan vaqtda yosh hisobga olinadi. Eshitish darajasining holati hisobga olinadi. Sababi hisobga olinadi. Endi u apparat taqish davomida jarayonida ham uni boshidan kechirgan kasalliklari bor. Uni boshiga yoki tanaga olgan travmalari bor. Misol aynan jismoniy travma bo'lmasligi mumkin, ruhiy travmalar bo'lishi mumkin. Har bitta narsa bizni eshitishimizga, bu sog'lig'imizga ta'sir qiladi. Ya'ni bizning hayotimizdagi har bir fizik jarayon, ruhiy jarayon hammasi bizning qon aylanishimizga ta'sir qilgani singari, bu qon aylanish borib misol miyamizga, bu miyadagi o'ylar, xayollar, misol stresslar, ba'zi bir holatlar bizni aynan eshitishimizga ham ta'sir qilib qoladi. Endi misol apparatdan apparatga o'tishda ham bu boshqatdan, noldan, ya'ni masalan xuddi yangi apparat podbor qilgan singari bunga qarash kerak. Bu mutaxassis sifatida bizning tavsiyamiz mana shundan iborat. Ya'ni masalan apparat taqdimmi, masalan juda ko'pchilik xohlaydi, masalan ota-ona ayni yoshi kattalarda bo'ladi bu, keyin masalan 50 yoshlardan yuqoriroq holatlarda bo'ladi. Bo'ldi, apparatni taqdi, yaxshi eshitmadimi, bo'ldi, men apparat bilan eshitmayman, bo'ldi, men davolanaman deb yana vaqtni uzaytirib eshitish undan ham yomon holatga kelib qoladi. Yoki yosh kattalarda bo'ldi, meni umrim qancha qoldi, qancha emas, men mana shu holatda yuraveraman deydi. Bu miyani yana ham fikrlashini torayishiga olib keladi. Biz juda ko'p holatlarda biz mijozlarga ham aytamiz, boshqaga ham aytamiz, aynan eshitish bu fikrlashga juda ham katta bog'liq. Qanchalik bizni eshitishimiz bizga ko'proq ma'lumotlarni olib kelsa, bizni fikrlashimiz ham shunchalik keng bo'ladi. Qancha biz tor doirada eshityapmiz,
qanchalik biz kam narsalarni eshityapmiz. Masalan, insonning nutqini o'zi bu to'liq eshitish bo'yicha ma'lumot emas. Uni atrofidagi shovqinlar, mashinalar shovqini, shahar shovqini, tabiat shovqini, hozir biz uyimizga qo'ygan qurilmalarimizning ovozlari, bular hammasi bizni fikrlashimizga yordam beradi. Konditsionerning ovozi, mashinaning ovozi, televizorning ovozi, televizordagi musiqani ovozi, musiqani ichidagi kelayotgan tovushni ajratish qobiliyati, bu miyaga har bitta informatsiya ketma-ketligida kelib tursa, miya shunga mos holatda ishlaydi. Agar bunga biz informatsiya ketma-ketligini bermasak, unga faqat nutqni bersak, o'sha musiqada charchaydigan bo'lib qoladi. Yoki yomg'ir yoqqanda yoki shamol kelganda u odamlar boshqacha holatga tushadigan bo'lib qoladi. Chunki bu uni ovozidan ta'sirlanish, ya'ni emotsiya yo'qolib boradi, miyada unutilib boradi. Shunga bizning tavsiyalarimiz o'zlaringcha masalan eshitish moslamasi olishda mutaxassis bilan albatta maslahat qilinglar, sinov muddati olinglar, toqib ko'ringlar, 1 kun, 2 kun, 3 kungacha toqib ko'ring. Agar akustik bo'limlaridanmi yoki boshqa kimdir sizga boshqa qaysidir brend, boshqa misol korxona sizga eshitish moslamasi tavsiya qilyaptimi, ulardan albatta taqib ko'rishni so'rab oling. Masalan, 1 soat, 2 soat kerak bo'lsa, 3 kungacha men taqib ko'raman. Agar menga mos kelsa, agar menga xalaqit bermasa, meni shu muammolarimni hal qilishga yordam bersa, keyin buni xarid qilaman degan talabni qo'ysalaring bo'ladi. Chunki bu birinchi o'rinda aks ta'sirda oldini oladi. Ikkinchi o'rinda o'sha misol sizga bergan korxona shuni qilib bera oladimi? Shuni tekshirib olasiz. Bu masalan 3 kunda sizga apparat 100% mos kelib, adaptatsiya jarayoni bo'lmasligi mumkin. Sizga 1 oy ketishi mumkin, 2 oy. Lekin mana shu jarayonda sizga eshitish moslamasi taqdim qilgan xodim siz bilan birga bo'lish kerak. Ya'ni qaysi o'zgarish bo'lyapti, o'shanga qarab eshitish moslamasini o'zgartirib bera olish kerak. Mana shunday kabi agar muammolar sizlarda paydo bo'lsa, kimdadir misol eshitish moslamasi 10 ta joyga bordim tushmadi, 5 ta joyga bordim tushmadi yoki o'zim bizda yana bir holat bo'ldi, toqib ko'rdim, men apparatni toqib ko'rib olaman, ber menga degan talabni qo'yishyapti. Men misol Rossiyada ishlayman, doim shunaqa qilganman. 10 yildan beri apparat toqaman, uyda bitta idishda to'la apparatlarim bor. Faqat terilab ishlaganim uchun buzilib qoladi, lekin uni masalan audiogramma qilib, shu xodim programma qilib, men unaqa qilib tanlamayman. Men shuni olaman, yoqsa bo'ldi, olib ketaveraman degan talabni qo'yapti. Bizga kelgan otaxon ham xuddi mana shu talab bilan kelishdi va apparat olisha olmadi. Endi yoshlari katta, o'zini apparati borligi uchun biz ularni qayta bezovta qilmadik. Chunki o'sha apparatga o'rgangan, o'sha bilan muammolari hal bo'lyapti. Biz buni yetarli deb hisobladik. Agar muammolar hal bo'lmasa, aynan mana shu eshitishdagi uyda, ko'chada, bozorda agar eshitish bilan muammolar bo'lyaptimi, murojaat qiling. Bizda har bitta viloyat markazlarida o'zimizda eshitish, tekshirish joylarimiz bor. U yerda mutaxassislarimiz bor. Ular sizga qo'lidan kelgancha yordam beradi. Agar bizni mutaxassislarimiz berayotgan yordam, video ma'lumotlarimiz orqali olayotgan yordamlaringiz bizni faqat xursand qiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.